Avvalambor assalomu alaykum azizlarimiz. Yaqinlaringizni mamnun qilish uchun albatta bir sabab bo'lishi shart emas. Bizning tabriklarim loyihasi orqali kutilmagan qo'ng'iroqlarimiz bilan yaqinlaringizni baxtiyor etishingiz mumkin. Bugun ham shunday kutilmagan qo'ng'iroqlar egasiga baxtli qo'ng'iroq qilishni boshlaymiz. Allo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kimsiz? Muhabbatxon opa, salomatmisiz? Rahmat, kimsiz? Sizni tabriklarim loyihasidan bezovta qilyapman. Ismim Madina. Bugun 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami hamda muborak mohi Ramazon oyi munosabati bilan yaqinlaringiz, qarindoshlaringiz, farzandlaringiz va barcha yaqinlaringiz nomidan qo'shni qizingiz Muhayyoxon opajonimiz siz uchun chiroyli dilozorlarini yetkazib qo'yishimizni iltimos qilganlar. Agar ruxsat bersangiz o'qib eshitiraman. Tayyormisiz? Rahmat, tayyorman. Avvalambor assalomu alaykum Muhabbatxon onajonim. Sizni muborak Ramazon sharif oyi hamda 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan sizni chin qalbimdan tabriklayman. Doimo sog' salomat bo'ling. Allohim umringizni ziyoda, rizqingizni ulug', martabangizni bundan-da baland qilsin. Doimo yuzingizdan kulgu tabassum arimasin. Nimaiki yaxshi niyatlar, yaxshi orzular qilgan bo'lsangiz barchasiga yetishib yuring. Inshaalloh Allohimni baytlariga chaqirsin. Hojonalar bo'lib yuring. Ramazon sharif oyi ham muborak bo'lsin. Allohim sizni yaxshiliklar ila sevintirsin. Qalbingiz tubidagi orzu, maqsadlaringizni amalga oshirib, duolaringizni ijobatini ko'rsatsin. Mehr, muhabbat chirog'ini yoqsin qalbingizda. Tutayotgan ro'zalaringiz va bajarayotgan savobli amallaringizni Allohim dargohida qabul aylasin. Siz uchun rayyon eshiklarini kengroq ochib, gunohlaringizni mag'firat qilib, ikki dunyo saodatiga erishtirsin. Doimo sog' salomat bo'ling. Azizlarim, mehribonlarim, do'stu yoron qadrdonlarim, joningizga kuyar jonlarim, o'zingizni ehtiyot qiling. O'ng tomonda joylashsa yurak, bo'lmasmidi shuncha hurkak, chiqsa chiqar, kurishdan kurmak, o'zingizni ehtiyot qiling. G'am kelganda kuyinib ketmang, baxt kelganda suyunib ketmang, sokin yashang, osuda yashang, o'zingizni ehtiyot qiling. Yana bir bor qo'shaloq bayramlar 8-mart va xotin-qizlar bayrami hamda muborak Ramazon oyi ham muborak bo'lsin. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Sog' salomat bo'ling deya Muhayyoxon opajonimiz tabriklarini yakunlaganlar. Sizning ham yaqinlaringizga dilozorlaringiz bo'lsa, yo'llab olish imkoniyatingiz bor. Marhamat. Rahmat sizga, rahmat. Muhayyonim meni nomimdan chiroyli tabriklab qo'ying. Rahmat. Bolalarni orzu havasini ko'rsin, baxtiga turmush o'rtog'i yaxshi bo'lib ketsin. Men ham buni tilaklariga qo'shilib 8-mart bilan ro'za Ramazon oylari bilan tabriklayman. Meni ham salomimni yetkazib qo'ying. Sizga ham rahmat, sizni ham tabriklayman. 8-mart bilan bolalarning orzu havasini ko'rib, sir badavlat yashang. Inshaalloh aytganingiz kelsin. Rahmat opajonim, xursandchiligingizga sherikmiz. Doimo yuzingizdan tabassum arimasin. Sog' salomat bo'ling, umringiz ziyoda bo'lsin. Rahmat sizga ham, rahmat. Tinchlik bo'lsin. Vaqtingizni ayamay chiroyli suhbatlar uchun alohida rahmat. Sog' salomat bo'ling.